urib tashlagan, indamagan, hech kim qaramagan. Xususiy bilan mana ariza berganda Davlat xizmatlari markazidan tanlanadi. Ular aytadi, menga xususiy muhandisga tushirib beradi, yo bo'lmasa kadastr o'zi beradi. Vaqtincha foydalanish kuchxonasi-ku. Vaqtinchalik kuchxona. Do'kon emas bu. Magazin qilib sotadi. Kuchxonasi qilib ochilgan. Ishonch bo'ladi ota-onada ham, boshqasida. Uni oldini olsa bo'ladi. Kamera qo'ydirib, menyularni qo'ydirsangiz, bo'ldi, nazoratini qilasizlar. Shuni hammasini qo'yinglar. O'shanda bu yoqqacha kelmaydi bankgacha. Shu hamma ma'lumotni shuni qilinglar. Imkoni bormi? Bor. Boshqa mahalla hammasi 100 tane degan nimalar.